Dadasi, men sizga kunda nimaga kech kelyapsiz ishdan desam, sabr qilib tur, zo'r ish boshlab qo'yganman dedingiz. Ko'rdim, jazzor basaka. Yo'q-e. Nima uni deyapsan? O'sha zo'r narsa meni qo'limda. Tezda yetib keling, o'ldirib qo'yaman. Ha, xotin, yaxshimisan? Balo bor edi senga shu millat qalida. O'zim olib borib beraman dedim-ku. Kechiryapsiz-ku. Nima kechirim so'rar ekanman, nima aytmaysiz menga xotiningiz borligini? Stop! Yo meni tanlang, yo buni tanlang. Yo'q, men seni tanlayman, xotin, kechir. Meni tanlagan edi, senga podarka qilib yuboraman. Menga farqi yo'q, yuring ketdik. Bildim shunaqaligingizni. Ha, nima qildingsan? Keting desam ham qolishingiz kerak edi. Ha, bo'ldi, mana qoldim. Xo'p, iting bo'laman. Iting bo'laman degan erkakni mana men senga podarka qilib yuboraman. Bizga farqi yo'q. Gilamlarimizni olaylik. Ketdik. Mana senga gilom. Bu meni erimni puliga kelgan. Ering men bilan. Siz u bilanmisiz? Yo'q, sen bilanman, xotin, faqat podarka qilib yubormayman-ku. Ering boshingda qolsin. Gilamim avvali. Mana senga gilom. Mana senga gilom. Qanchalar qilib